Mani o'rab qo'yinglar deb Hadisha onamiz o'rab qo'ygan. İlk bor Rasululloh sollallohu alayhi va sallam namoz o'qiganlarida Hadisha onamiz orqalarida turib saf tutgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni hamma farzandlari tug'ilib voyaga yetgan xonadon mana shu joyda. Hadisha onamiz uylari mana shu joyda bo'lgan va Hadisha onamiz radhiyallohu anha mana shu joyda vafot etganlar. Mana shu xonadonda vafot etganlar. Jannatul Mualla qabristoniga dafn qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hadisha onamiz vafot etganlariga qadar boshqa ayollariga uylanmaganlar. Hadisha onamiz radhiyallohu anhoning Makka orasida, Quraysh orasida laqablari nima edi, unvonlari? Tohira, pokiza degan laqablari bor edi. Juda pokiza, juda taqvodor ayol edilar. Ya'ni islomdan oldin ham qavmi orasida qandoqki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam al-amin, eng omonatdor degan nomga ega bo'lgan bo'lsalar, Hadisha onamiz Tohira degan, eng pokiza degan nomga ega bo'lganlar. Hadisha onamizki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar, Alloh taolo meni Hadishani muhabbati bilan siyladi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga payg'ambarlik vazifasi berilganda, ertaga Makka ziyoratiga chiqqanimizda ko'ramiz, tog'ni tepasiga chiqqanlarida 55 yoshlarida Hadisha onamiz nima qilgandilar, ularga oziq-ovqat tashib bergandilar. Ana shu paytda Hadisha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga oziq-ovqat tashib turgan paytlarida Jabroil alayhissalom kelib, Hadisha onamizni nima qilgandilar, jannat bilan suyunchilagandilar. Hadisha onamizni tarhib qilgandilar, Hadisha onamizga lutf qilgandilar va muslima ayollar islom tarixi orasida yagona ana shu jannat bilan suyunchilangan ayol Hadisha onamiz bo'ldi. To'g'ridan to'g'ri jannat bilan suyunchilanib, Alloh taolo tomonidan iltifot qilingan ayol bu Hadisha Kubro radhiyallohu anha onamiz bo'ladi. Robbim inshaalloh hammalarimizni ularning shafoatlariga noil etsin. Kecha mana umralarimizni qilganimizda bismillah o'tib ketdik bu joylarga. Boyaga agar aytilmasa, bilmasa, qarashtirmaydigan bo'lsak, bilmaymiz. Qayerlardan o'tganimizni, nima qilganimizni ham bilmaymiz. Hattoki ana shu narsalar aytilmasa, Ka'batullohning atrofida ham qaysi burchagi nima, qayerda nima qilish kerakligini ham bilmay qolamiz. Bu joylar har bir qadamimiz tarixdan iborat. Mana bu joyda ko'rib turganimiz tahoratxona, anchalik sahobalarning uylari ham keyingi qurilishda ko'rsattirilganda qolib ketgan, lekin asosan bu tahoratxonani egallab turgan joy Abu Lahabning uylari. Abu Lahab uyi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga dushmanlik qilgan amakilarning uyi. Ana endi mana bu ko'rib turgan tog'imiz, mana Muhammadning o'rnatilgan joy bor-ku, bu joy Abu Qubays tog'i bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayni mana shu tepalik, mana shu tog'ni ya'ni ma'lum bir joyga chiqib, nima qilganlar? Qurayshni yiqqanlar, eng ahli Quraysh. Agar men sizlarga mana shu tog'ni orqasidan dushman bostirib kelyapti desam, ishonasizlarmi dedi. Ular nima deyishdi bir ovozdan? Ha, ishonamiz. Sen bugungi kungacha biror marotaba yolg'on gapirmagansan. Unda Alloh taolo menga payg'ambarlik vazifasini berdi. Men oxirgi payg'ambarman deganlarga nima qildi? Ayni ana shu Abu Lahab o'rnidan haqida, ey Muhammad, biz shunday maynavozchilik uchun yig'dingmi? Bundan boshqa tuzukroq gaping yo'qmi dedi. Ana shu uchun yig'ilganlarning orasida Rasulimizni izza qilib, Rasulimiz sollallohu alayhi va sallamni mazax qilib yig'ilganlarni tarqatib. Ayni mana shu joyda Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam Quraysh ahliga, nafaqat Quraysh ahliga, butun olamga, butun dunyoga mana shu joydagi tepalikni ustiga chiqib islomni e'lon qilgandilar, islomni hayqirgandilar. Va ayni mana shu joyda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Hadisha onamiz bilan birinchi marotaba Allohu akbar deb namoz o'qigandilar. Ana endi